Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan Buldrop o'ynayapmiz. Qani Buldropdan qancha usul olamiz ekan? Hozir Buldrop saytiga o'tib olamiz bolalar. Mana bolalar, Buldrop saytiga ham o'tib oldik va balansimizni aytiga 12500 so'mga to'ldirib oldik. Bu degani 100 pul coin degan. Qani 12500 so'mga qancha usul olamiz ekan? Hozir ko'rib chiqamiz. Tepada ekan plyusni bossanglar, bu yerda balans to'ldirish kelib chiqadi va bankdagi kartalar ustiga bossanglar, masalan, 300 ming so'm to'ldirmoqchisizlar mana. 300 ming so'mga 2400 ta pul coin beradi. Agar CV promokoni tersanglar 2400, agar CV promokoni termasanglar 2000 ta pul coin beradi. CV promokodi keyslarda 20% tushish shansini oshirib beradi bolalar. Просто bomba promokod, mazza qilib ishlataverasizlar. Keyslardan normalni tushib beradi. Tugamaydigan promokod bolalar. Qani endi keyslarda CV promokodidan to'ldirgan edik. Qani hozir ko'ramiz. Dengiz maxluqidan bittali propusk. Yo'q, bermadi. Yana bittali propuskani 20 berdi. Bitta plus. Yana bittali. Yo'q, endi bundan chiqamiz. Endi bundan zarar qilyapmiz biz. Endi bundan chiqamiz. Endi mana shu keysdan ochib ko'ramiz. Yangi keyslardan. Sizlarga maslahat beraman. 4 tali propusk. 96 yaxshi. 96. Endi 5 tali propusk. Qani. 156. Ko'rasizlar bolalar, CV promokodi prosta omadli. Ishlashinglarni tavsiya beraman bolalar. Tak, yana bittali, 5 tali. 183. Ko'rasizlar bolalar, prosta CV promokodi prosta omadli. Uji 100 balans bilan kirib 95 balansimizda hozir keys ochyapmiz. Qani. Yaxshi. 219. Uji bolalar 100 balans bilan kirib 300 balans. 12000 so'mga 180 uji 12000 so'mga 180. Endi pakoy bogatstvo degan keysni ochib ko'ramiz. 5 tali, 5 propus. Qani ko'ramiz nima beradi ekan. Qani. Yaxshi deb o'ylayman. 221. Normal, yana bitta 5 tali propus. Qani ko'ramiz. 184. O'ziniga qoplab berdi, o'ziniga emas, endi o'qib qildi. Uji balansimiz bolalar ko'rasizlarmi? 400 ta. Vashsha omadli CV promokodi bolalar, ishlatishlarga maslahat beraman. Ko'rasizlar, normalni tushyapti. Qani, yana ochib ko'ramiz. Yaxshi. 342, normalni 342. Tak, 367. Agar sizlarga mana shunga bepul keyslar kerak bo'lsa bolalar, Telegram kanaliga yotib qo'ysanglar, prosta bepul keyslar tashab boraman. Mana shu bepul keyslardan 100 chiqara olasizlar sizlar ham. Telegram kanal описаниеda bo'ladi bolalar. Prosta bomba. Telegram kanaliga o'tib ko'ramiz. Keyin Buldrop saytiga yana o'tib olamiz. Telegram saytiga bolalar описаниеda. Tak. 400 berib ko'rasizlar bolalar. 490 ga ochuvdik, 979. Uji balansimiz 1000. 12000 so'm bilan kirgan edik, 1100 pul coin uji. Mana bolalar, CV promokodi uji bolalar ko'rasizlar, prosta omadli. Vashsha omadli bolalar. Mana 800 tushib berdi, ko'rasizlarmi? 600 ga ochgan edik, 800 tushib berdi. CV promokodi prosta omadli. Buni bilgan biladi. Tak. Sizlarga hozir bag o'rgataman. Agar o'xshasa, kumush bukaga kirasizlar. 10 tali kichik xaftan ochasizlar. Bagdan bu ham. Uncha minus bermaydi-da bu. Kichik xaf. Qani nima berar ekan? Pichoq tushib bersa taqvashib qilar edi. 490 salgan zarar. Endi propusk bilan qani 470. Yo'q, yana minus. Unchalik minus emas, normalni. Vashshi, o'xshamadi. Endi o'zimiz taktikaga o'tamiz bolalar. Tak, endi PUBG ga o'tib Yakuza'ni keysidan ochib ko'ramiz. Yakuza PUBG. Bolalar bu yerdan PUBG ga chiqara olasizlar. Kezikki skin, Sendovga GG, Roblox, Genshin, Free Fire ga almas chiqara olasizlar. Bu prosta bomba bolalar. Tak, mana shu Yakuza'dan keysidan ochib ko'ramiz hozir 10 tali. 10 taliga yetmas ekan. 5 tali propus qani ko'ramiz. Nima tushib berar ekan desam,
677. Yaxshi, normalniy. Uy! 1500 ko'rafsan bola. Seviye promo kodi prosto omadli 20% keyslarni tushish shansini oshiradi agar seviye promo bilan to'ldirsanglar. Qani. Yaxshi, birinchisiga voshcha kayb. Voh, uy 1200 normalniy. Endi propusk bilan. Qani. 1000 yo, normalniy bermadi. Uji bolalar ko'rabsizlarmi 100 balans bilan kirib. Hozir 100 balans bilan kirib 2600 balansimiz. Bu prosto bomba bolalar. Vashshe o'ynashinglarni maslahat beraman. Seviye promo bilan kirib to'ldasanglar, mana shunaqa yutasizlar. Tak. 3 ta men ko'rsam 3 ta shilli ham ketma-ketda berdi. 2 ta clash berdi. 200 2000 ta 2,5 ming ta ochuvdi 4400. Tak. Uji bolalar 4400. Endi bekat kesitni ochamiz bolalar 10 talik. Davay. Hozir vashchi zo'r beryapti seviye promo kodida bolalar. Tak. 600 uy 2000. Ko'rabsan 5000. 4000 ga ochuvdi 1000 plus uji 5000. Endi sizlar bilan zapretga risk ko'ramiz bolalar. Zapretga risk. Qani, zapretga risk ko'ramiz. Qani. Uy, yo'q. Va, 3000 ekan u. Balansimiz 1100 zarardamiz hozir. Hozir shaxtni keysini ochib ko'ramiz. Jalab. Shaxtni keysi jalab qizlar bo'lmagan. Tak, shaxtni keysini ochib ko'ramiz. 1000 shaxtni keysi juda bo'lmayapti. 2000 mana bolalar. 2000 prosto. Tak, yana 1900. Yana. Yaxshi, normalniy bolalar. Uji balansimiz 5000. 4000 ga tushdi. 1200. Tak, endi 5300 ta ekan. Bolalar like va obuna bosib qo'yamiz bolalar, shuncha harakatga yarasha. Paddeshga uchun bolalar. 10 talik propos javohir bumda. Qani 2000 ta yaxshi. $1100 yomon. Uju bola 6000 balans bo'ldi. 1800 normalniy. Bola hozir mana bu ishni olib chiqamiz. 6000 balansni olib chiqamiz. Bu yerga xohlagan ID'mizni kiritamiz. Baribir bizga kod beradi. Necha? 6000 balansga. Necha yusi? Hozir. Так, 6000 balansga. Короче, plus-minus 4,5 mingmi shunaqa. 4500 mana. Mana bu kod beradi sizlarga. Mana shuni bosib, skopirot qilib Windows-ga bemalol chertib olsanglar bo'ladi. Bu ID prosta chiqarib olish uchun sizlarga kod beradi bolalar. Hozir 800 balansimiz qoldi. Ko'rabsanmi? 12000 so'm pulga 4500 yuz oldik va balansimizda hali bu coin bor. Atlantika propusk yaxshi. Yana propusk. Yaxshi emas. Yana propusk 1000 yaxshi. Endi normalniy. Ikkitali propusk. Yo'q, bunda yedirdi. Yani bittali propusk yo'q, yediryapti. Endi boshqa keysga o'tamiz. Endi megalodon keysiga o'tamiz. Bittali propusk 800 normalniy. Endi sizlar bilan bolalar sapyorcha o'ynaymiz, sapyorcha. Qani? Voy, bomba chiqib oldi-yu. Tak. Biyoni. Voy, mana bu yerda bomba turgan ekan. Voy, vashshe bile.
10x ga olib beraylik. Vay! Nega bo'lmay chiqyapti? Davay 547 yo'q. Katta qisaylik. Yukasib qo'ysam bo'lmaydi. Vay, avtomatik bosayotgan edim. Davay beriz Zaybal. Tak, yo'q bermadi. Vay 47 ta. Bu yerda bolalar tish ham bor. Masalan, shu tishni qo'ysanglar sovg'alar beradi. Sezon tugagandan keyin masalan men ikkinchi o'rinda turibman. Hozir mana shunday 30 mingtalik mashinani beradi. Birinchi o'ringa 2 suyutni beradi 106 mingga. Ko'ryapsan bolalar 12 ming so'm pulga 12 ming so'm pulga уже 4500 usi olib chiqib ketdi. Seviye promokod orqali просто bomba seviye promokod. Maslahatim kechga o'ynanglar, kechda omadli bo'ladi bolalar. Kechroq. Hammaga xayr bolalar, video shu joyda tugadi.